Qaynonamning qichqiriqlari quloqlarim ostida jaranglardi. Yuzimga tushgan navbatdagi tarsaki zarbidan polga yiqilib tushdim. Qisir. Yaramas. Bolamning umrini xazon qilyapsan. Uning so'zi xanjardek botardi, sochlarimdan tortib sudrab, ayovsiz tepardi. 2 yillik turmushim faqat shu haqoratlar, kaltaklar va azoblardan iborat edi. Men farzand ko'rolmasdim. Bor aybni menga tonkashardi. Erim har doimgidek chetda jimgina qarab turardi. Ammo o'sha kuni u onasini to'xtatdi. Meni sekin yotoqxonamizga olib kirdi va sovuqqonlik bilan shunday dedi: "Sen homilador bo'lishing kerak. Qanday qilib bo'lmasin? Muammo menda, men farzand ko'ra olmayman. Shuning uchun sen akam bilan yotasan. Bu mening buyrug'im." Men qotib qoldim. Quloqlarimga ishonmadim. Erim o'z xotinini akasining tagiga solib bermoqchi edi. Bu yagona yo'l, dedi u. Onam ham tinch edi. Oila saqlanib qoladi. Sen u bilan yotishing shart. Biz kelishib olganmiz. Boshida bu men uchun haqiqiy dozax bo'ldi. Axir u qaynoham edi. Uni ko'rsam, yuzimni tosib chetga qochardim. U bilan bir xonada yolg'iz qolishdan o'lgudek qo'rqardim. Ammo erim sharoit yaratdi. U meni uyda akasi bilan ataylab yolg'iz qoldirib chiqib ketdi. Qaynoham xonamga kirdi. Men qaltiragancha yig'lardim. Birinchi kecha faqat azob, uyat va nafrat bilan o'tdi. Men shunchaki erimning buyrug'ini bajarayotgan, oilani saqlab qolish uchun o'zini topshirgan bir buyum edim. Qaynoham ham jimgina, sovuq munosabatda bo'ldi. U faqat ukasining iltimosini bajarayotgandek harakat qilardi. Ammo hamma narsa juda tez o'zgardi. 3-uchrashuvimizdan so'ng ichimda nimadir butunlay sindi. Undagi kuch, erkaklik va menga nisbatan paydo bo'lgan yovvoyi ehtiros meni o'ziga torta boshladi. Erimning sovuq, hissiz quchoqlaridan so'ng, qaynohamning qattiq qo'llari, uning nafasi butunlay boshqacha edi. Men undan nafratlanishim kerak edi, lekin buning o'rniga men unga o'rgana boshladim. Ko'p o'tmay bizning munosabatlarimiz kuydiruvchi olovga aylandi. Biz endi faqat erim aytgan paytlardagina emas, har qanday imkoniyat tug'ilishi bilan birga bo'lishga intilardik. Men aqldan oza yozgandim. Tunda erimning yonida yotib faqat qaynohamni o'ylardim. Uning terisini, hidini eslardim. Ertalab uyg'onganimda faqatgina bitta narsa, qachon yana uni ko'rishimni kutib yashardim. Mening ichimda shunday bir vahshiylik paydo bo'lgandiki, men o'zimni umuman taniy olmasdim. Men o'sha sodda, kaltaklanib yig'lab o'tiradigan kelin emasdim. Men qaynohamning ehtirosiga to'la, unga mutlaq oshiq bo'lgan ayolga aylandim. U xonaga kirishi bilan eshikni qulflar va meni to'g'ri devorga taqab yuzlarimdan, bo'yinlarimdan yirtqichlarcha o'pishni boshlardi. Uning har bir harakati shunchalik shiddatli ediki, men o'zimni butunlay unga topshirardim. Kiyimlarimiz yechilardi. Biz bir-birimizni oxirgi marta ko'rayotgandek kuchardik. Ortamizda hech qanday ortiqcha so'z yo'q edi. Menga so'zlar kerak emasdi, menga faqat uning tanasi kerak edi. Bizning uchrashuvlarimiz shunchalik yaxshi ediki, ba'zan og'riq bilan lazzat butunlay qorishib ketardi. U sochlarimdan qattiq tortar, tanamni tishlab, qizarib ketguncha iz qoldirardi. Men bu izlarni kiyimlarim ostida yashirib yursam-da, o'zim uchun ular cheksiz ehtiros belgisi edi. Uning qattiq qo'llari meni aqldan ozdirardi. U o'zining butun oxirligi bilan ustimga minganda nafasim qisilar, ammo butun vujudim yonib ketardi. Uning har bir harakatida men shunday kuchli bog'liqlikni his qilardimki, har kuni tong otdi deguncha men odatiy uy ishlarini boshlardim. Uy ishlari bilan band bo'lganimda ham u kutilmaganda orqamdan kelib quchardi. Oshxonada, uyimizning qorong'u xonalarida qisqa, lekin o'ta yovvoyi uchrashuvlarimiz bo'lib o'tardi. Biz bir-birimizga toymasdik. Har qanday lahzada kimgadir, ayniqsa qaynonamga tutilib qolish xavfi bizning ishtiyoqimizni ming chandon kuchaytirardi. Xavf, sir, xiyonat bularning barchasi miyamni zaharlab, qonimni qizdirardi.
Bir marta qaynonam qo'shninikiga chiqqanida biz oshxonaning og'zidayoq ochiq eshik oldida shu qadar qovushdikki, o'shanda ehtirosdan boshqa hech narsa muhim bo'lmay qoldi. Men butunlay unga qul bo'lgandim. U xonaga kirsa, mening nafasim to'xtardi, yuragim qafasdan chiqib ketgudek tez urardi. Uning birgina o'tkir qarashi meni uning oldida tiz cho'kishga majbur qilardi. U ham men kabi bu kasalmand ehtirosga butunlay g'arq bo'lgan edi. Biz soatlab birga bo'lardik, tanalarimiz poldagi gilamga ishqalanar, kiyimlarimiz qayerdadir sochilib yotar edi. Men uni tirnab tashlardim, u esa mening lablarimdan opardi. Erimning homilador bo'lish rejasiga kelsak, bu haqda endi biz umuman o'ylamasdik. Albatta erim uchun asosiy bahona shu edi. U ba'zan ishdan qaytib so'rab qolardi, o'zgarish bormi? Homilador bo'ldingmi? Men uning sovuq yuziga qarab jimgina bosh chayqab qo'yardim. Uning bu gaplari va maqsadlari menga shunchalik kulgili, shunchalik bema'ni tuyulardiki. Axir men akasining tagida ingrayotganimda qandaydir bolani emas, faqat va faqat o'sha lazzatni, o'sha vahshiy ehtirosni xohlardim. Erim o'z qo'llari bilan uyga shunday dahshatli olovni olib kirdiki, u o'z xotinni akasiga abadiy topshirib qo'yganini tushunmasdi. Biz hech narsani o'zgartirishni xohlamasdik, bir-birimizdan hech narsani talab qilmasdik. Bizga bu uyning qorong'u xonalari, yashirin uchrashuvlar, qaynoq teginishlar kerak edi. U meni yotoqqa uloqtirganda, ustimga bostirib kelganda, butun vujudim bilan o'zimni unga berardim. Biz hech qanday chegaralarni bilmasdik. Har safar o'zimizni yangidan, yanada qattiqroq, yanada ko'proq xohlardik. Uning ehtirosi doim chegarasiz edi. U har uchrashuvda yangi, yanada vahshiyroq usullarni qilardi va men bularning barchasiga rozi edim. Men to'xtashni xohlamasdim. Bu aqldan ozish edi. Erim o'z akasining yirtqichligi va mening yashirin xohishlarim qanday kuchga ega ekanligini aslo bilmasdi.